Guten Tag, liebe Deutschlernende. Wir setzen fort, Deutsch weiter zu lernen. Assalomu alaykum nemis tili o'rganuvchilar. Sizlar bilan nemis tilini o'rganishda davom etamiz. Unser heutiges Thema heißt: Was ist das? Das ist ein F. Bugungi mavzuyimiz bu nima? Bu F deb nomlanadi. Bunda rejamizda sprechen gapirish qismida nach Wörtern fragen und Wörter nennen. So'zlarni so'rash va so'zlarni nomlashni o'rganamiz. Wie heißt das auf Deutsch? Bu nemis tilida qanday nomlanadi? Wiederholung bitten. Takrorlab yuborishni iltimos qilamiz. Noch einmal bitte. Yana bir marta iltimos. Etwas beschreiben. Biron narsani tasvirlashni o'rganamiz. Die Brille ist rot. Ko'zoynak qizil. Sich bedanken. Minnatdorchilik bildirish. Danke, bitte. Rahmat, marhamat. Lesen, o'qish qismida Produkt Informationen. Mahsulotni, ma'lumotlarni o'qirkanmiz. Schreiben, yozish qismida esa ein Formular ausfüllen. Blanka, varaqni to'ldirishni o'rganamiz. Wortfelder, yangi so'zlarimiz, Farben, ranglariga, Dinge, narsalar, Materialien, materiallar, Formen, shakllarga oid bo'lgan yangi so'zlarni o'rganamiz. Grammatikadan esa indefinite artikel, ya'ni noaniq artikellar, ein, eine, inkor so'zlarimizdan esa kein, keinelarni o'rganamiz. Dastlab siz bilan audioni tinglab olamiz. Shartimiz: Frau Paulich beim Augenarzt. Paulich xonim ko'z shifokori huzurida. A shartimizda was ist das? Bu nima? Sehen Sie das Foto an, hören Sie und kreuzen Sie an. Rasmga qarang, tinglang va belgilang. Lektion 5. Was ist das? Das ist ein F. Aufgabe 1a. G K 2 Nein, Z und L. Gut, Frau Paulich. Und jetzt bitte hier weiter. Oh, das ist jetzt schwierig. Was ist das? Das ist ein F. Stimmt das? Nein, Frau Paulich. Das ist kein F. Es ist ein P. Ach ja, richtig. Jetzt sehe ich es auch. Es ist ein P. Und was ist das? Das ist eine 3. Nein, Moment. Das ist eine... Audio materialni tinglab oldik. Bu yerda sizga ham juda yaxshi va bir umr kerak bo'ladigan gap bu was ist das? Ya'ni bu nima? Yana sizga ko'rsatib o'tilgan mana pastdagi 3 ta javobda das ein P, das ein F, das ein T. Ya'ni bironta harfni siz shu harf demoqchi bo'lsangiz, ulardan oldin ein, ya'ni sredni roddagi ein artikelimizni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Was sehen Sie hier? Markieren Sie und sprechen Sie. Bu yerda nimani ko'ryapsiz? Belgilang va gapiring. Hozirgi shifokor va bemor o'rtasidagi suhbatni o'zingiz ham sinab ko'rishingiz mumkin. Bu yerda aniq taxmin qilish shart emas, ya'ni taxmin qilsangiz bo'ladi, aniq javob aytish shart emas. Shuning uchun bizga kerak bo'ladi ich glaube, mening o'ylashimcha, mening taxminimcha degan ma'noni bildiradi. Ich glaube, das ist ein P. Mening o'ylashimcha bu P. Ja, das glaube ich auch. Ha, men ham shunday deb o'ylayman. Nein, das ist ein F. Yo'q, bu F harfi. Bugungi mavzuyimizning yangi so'zlari: der Bleistift, qalam, die Brille, ko'zoynak, das Buch, kitob,
Die Flasche, butilka, banka, baklashka, nima bugungi kunda ommalashgan so'zlarimiz. Das Feuerzeug, yondirgich, zajigalka deb o'rganganmiz. Der Fotoapparat, fotoapparat. Die Kette, zanjir. Der Kugelschreiber, ruchka. Der Schlüssel, kalit. Die Tasche, sumka. Ikkinchi topshirig'imizda was ist das? Hozirgina o'rganganimiz bu nima? Lesen Sie den Comics und ergänzen Sie die Tabelle. Komik ya'ni rasmni o'qing va jadvalni davom ettiring. Das ist ein O. Ya'ni bu O harfi. Nein, das ist kein O. Yo'q, bu hech qanaqa O emas. Ach, das ist eine 8. E'tibor bersangiz 8 soni jenskirot ekan, ein emasda endi eine deyilyapti. Ya'ni bu 8. Das ist auch keine 8. Bu 8 ham emas. Ya'ni inkor qilayotgan paytimizda keine inkor so'zidan foydalanyapmiz. Oxirgi rasmimizda ist das eine Brille? Bu ko'zoynakmi? Ja, das ist eine Brille. Ha, bu bitta ko'zoynak deb aytilyapti. Demak, bizga bu yerda artiklimiz, noaniq artikl ein va aynani qo'llanishini o'rgatdi. E'tibor bering, der bundan oldingi darslarimizda o'rgangandik, muskurotni bildirardi. Uning noaniq artikli ein. Va o'sha so'zni inkor qilish uchun esa biz kein so'zdan foydalanamiz. Ya'ni ein birni bildirsa, kein esa hech qanaqa degan ma'noni bildiradi. Srednyorodnimizning artikli aniq artikli das, noaniq artikli ein. Demak, inkor qiladigan bo'lsak, bu yerda kein bo'ladi. Dini jenskirotni aniq artikli ayni bo'ladi. Noaniq artikli kein esa uni inkor qilish bo'ladi. Bizga matn berilyapti. Bu matnni o'qigan holatda biz bundan keyingi topshiriqni bajarishimiz kerak. Was gehört zusammen? Demak, nima bir xil narsa bu yerda. Ordnen Sie die Produktinformationen den Brillen zu. Ya'ni ko'zoynaklar haqidagi mahsulot ma'lumotlarini tartibga keltiring deyapti. Demak, optik Eicher, ya'ni Eicher optikasidan. Birinchi matnni o'qib tarjima qilib beraman. Siz ham o'zingiz kitobingizga qarab turib o'qishni o'rgansangiz bo'ladi. Sehr eckig und sehr elegant. Das Designer Modell One for You aus Kunststoff. Wir verkaufen die Brille in 6 modischen Farben. Schwarz, weiß, blau, rot, orange oder grün. Das Optik Eicher Frühlingsangebot. Nur 179 Euro. Ohne Gläser. Tarjima qilamiz. Judayam burchakli yoki to'rtburchak va judayam elegantni, zo'r. Dizayner modeli bittasi siz uchun deb nomlanar ekan va sun'iy moddadan yoki plastikdan qilingan. Ko'zoynaklarni 6 ta modadagi rangda sotiladi. Ranglarimizga e'tibor bering. Schwarz qora, weiß oq, blau ko'k, rot qizil, orange sabzi rang, olov rang yoki grün yashil. Demak, bu Optik Eicherni bahoriy aksiyasi ekan. Faqatgina 179 euro turar ekan. Shishasiz, ya'ni oynalarisiz. Ikkinchi tekstimiz, matnimiz Die Brille EC07 von Top-Designerin Elisabeth Caratti ist rund, aus Metall und extrem sportlich. Sie bekommen sie bei uns in 3 verschiedenen Farben: Rot, Schwarz und Weiß. Unser Superpreis 129 Euro ohne Gläser.
207 top dizayndagi ko'zoynak Elizabeth Caretti'ning ekan. Dumaloq shakli, metaldan va juda ham sportchilarga xos. Siz uni bizdan 3 ta turli xil ranglarda olishingiz mumkin. Qizil, qora va oq. Bizni yaxshi narximiz 129 euro. Shishasiz, oynasiz. 3-matnimiz. Sie ist ein Klassiker unter den Designen Berlinen Pamela O. von Dennis Brewster. Das Gestell ist rund und aus Kunststoff. Die Brille ist sehr modern, sehr leicht und sehr praktisch. Sie bekommen sie in den Kombinationen braun-orange und dunkelgrün-gelb. Unser Preis nur 99 Euro. Ohne Gläser. Klassik shakldagi dizayndagi ko'zoynak Pamela O. Dennis Brewster'niki ekan. Ko'rinishi dumaloq, sun'iy moddadan, ya'ni plastikdan. Ko'zoynak juda ham zamonaviy, o'ta yengil va juda ham qulay. Siz ularni ranglar aralashmasi, ya'ni jigarrang va sabzirang aralashmasi va to'q yashil va sariq ranglar aralashmasida olishingiz mumkin. Narximiz 99 euro. Yana oynasiz. Davom etamiz. Mana biz hozir matnni o'qigan holatda bu yerdagi materiallarni, ranglarni va shakllarni ko'rib chiqamiz. Holz bu material hisoblanadi, ya'ni yog'och. Papier qog'oz. Metal. Plastikni kunststoff, ya'ni sun'iy modda deb ham nomlaymiz va glas shisha. Bu so'zlarni oldiga aus qo'ysangiz dan degan ma'noni bildiradi. Aus Holz desak yog'ochdan, aus Papier desak qog'ozdan degan ma'noni bildiradi. Ranglarimizni o'rganamiz. Rot qizil, blau ko'k, grün yashil, gelb sariq, orange sabzirang, weiß oq, schwarz qora, brown jigarrang. Formen shakllarimiz eckig to'rtburchak, rund dumaloq. Ana endi biz ko'rib turgan narsa buyumlarimizni nomlashni o'rganamiz va ularning oldidan noaniq artikelni qo'llagan holatda ikkinchi marta qo'llanishda esa kishilik olmoshi u bilan ishlatilishini o'rganamiz. Demak, dastlabki audio materialni eshitib ko'ramiz. Topshiriqni tushuntiraman. Wie heißt das auf Deutsch? Bu nemis tilida qanday nomlanadi? Aufgabe 6. 1. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Das ist eine Uhr. Wie bitte? Eine was? Eine Uhr. Eine Uhr. Aha. Und wie schreibt man Uhr? U-A? Uhr? Nein. U-H-R. Die Uhr. Aha. U-H-R. Uhr. Vielen Dank. Bitte. Demak, dastlabki audiomizda soat haqida gap bordi. Shuning uchun soatimiz mana Jens Krot bo'lgani uchun dastlab biz ayni degan noaniq artikeldan foydalandik. Ya'ni bu bitta soat. Ikkinchi so'zimizda soatni ishlatib o'tirmaslik uchun zi dedik. Ya'ni soatimiz Jens Krot bo'lgani uchun zi dedikda. Brown dedik, ya'ni u jigarrang. Qolganlarni ko'rib chiqamiz. 2. Oh. Oh, danke. Sehr praktisch. Das oder die?
Wie sagt man auf Deutsch? Der Schirm. Aha, der Schirm. Das ist ein Schirm. Richtig. Bitte, wie schreibt man Schirm? S, C, H, I, R, M. S, C, H, I, R, M. Schirm. Danke. Bitteschön. Gehen wir? Ja. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda zontik haqida, soyabon haqida gap bordi. Uning nomlanishini aynan aytib o'tishdi va u qanday yozilishini, ya'ni bo'xshlab qilib, harflab aytib turdi. Siz ham audio materialni eshitayotgan paytda birgalikda yozib borishingiz mumkin va keyin esa mana javobni solishtirib olishingiz mumkin. Demak, biz ayni she'rimni bu yerda alohida ko'rsatyapmiz, chunki soyabonimiz muskurot. Shuning uchun biz bu yerda endi R degan kishilik olmosh, ya'ni uni olamiz va rangiga e'tibor bering. Rangi bunda yashil bo'lganligi uchun er ist grün deb olamiz. 3-audio. 3. Das ist eine Seife, richtig? Genau. Das ist eine Seife. Und wie schreibt man Seife? Ganz einfach. S, E, I, F, E. Moment. Noch einmal bitte. S, E und weiter? S, E, I, F, E. Ah ja, sehr nett. Danke. Bitte, gern. Demak, eshitib oldik. Bu so'zimizning yozilishi mana shunday bo'ladi. Ya'ni ayni zayfi sovun jenskirot bo'lgani uchun uni oldidan biz nonig' artiklni ayni deb oldik va jenskirot uchun kishilik olmoshi zi va sovunimiz rangini ko'rib turibsiz, sariq. Sariq esa gelb deyiladi. Ya'ni zi ist gelb. Navbatda 4. Entschuldigung, das ist ein Streichholz, oder? Ja, genau. Das ist ein Streichholz. Und wie schreibt man Streichholz? S, T, R, E, I, C, H, H, O, L, Z. Au! Habe ich das richtig verstanden? S, T, R, E, I, C, H, H, O, L, Z? Ja. Danke. eshitdik va javoblarimizni solishtiramiz. Ein Streichholz gugurtimiz sredniy rod bo'lganligi uchun biz unga aynni qo'ydik va kishilik olmosh sifatida endi biz s ni olamiz va gugurtimizga qarasangiz uchi qizil bo'lganligi uchun unga rot, ya'ni es ist rot deb olamiz. Ketdik. 5. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Was? Naja, das ist Geld. Nein, nein, nicht das. Das da. Wie heißt das? Ach, das. Na, das ist eine Geldbörse. Eine Geld was? Eine Geldbörse. Ah, und wie schreibt man das? G, E, L, D, B, Ö, R,
S-I. Die Geldbörse. Geldbörse. Mit Ö. Richtig. Oh, vielen Dank. Kein Problem. eshitib oldik. Solishtirsangiz bo'ladi. Ayni geld börzi hamyonimiz jinsiga rot. Shuning uchun biz bu yerda zini olamiz va rangi ko'k bo'lganligi uchun sie ist blau. Ana bizda ketma-ketlikni suhbatda nimalarga e'tibor berish kerakligini o'rganamiz. Qarab tursangiz, masalan, Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Ya'ni siz biror nimani so'rashdan oldin albatta kechirasiz deb mulozamat ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Kechirasiz, bu nemis tilida qanday bo'ladi? Das ist eine Uhr. Bu soat. Wie bitte? Nima dedingiz? Noch einmal bitte. Yana bir marta iltimos. Das ist eine Uhr. Bu soat. Wie schreibt man Uhr? Soat qanday yoziladi? Harflab aytamiz. U H R. Danke, rahmat. Bitte schön. Marhamat. Kein Problem. Muammo yo'q. Bu yerdagi o'ng tomondagi to'rtburchak ichidagi so'zlarga e'tibor beramiz. Man shaxsi umlashgan gaplarda ishlatiladi. Uni o'rnida yeder, alla degan ma'noni tushunsak ham bo'ladi. Ya'ni har bir kishi yoki hamma. Man olmoshi o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi. Aksincha, qo'polroq aytadigan bo'lsak, Andijon shevasi bo'yicha yoki Andijon lag'jasi bo'yicha tarjima qilinadi. Ya'ni man kommt desak, kelishyapti. Man hört, eshitishyapti. Ya'ni gap hammaga tegishli bo'ladi. Internet bestellen deb nomlanadi 7-topshirig'imiz, ya'ni internetda buyurtma qilish. Sehen Sie die Produkte und die Bestellung an. Mahsulotlarga qarang va buyurtmani ko'ring. Welche Informationen fehlen? Qaysi ma'lumotlar tushib qolgan? Bestellnummer buyurtma raqami, produkt nomi, mahsulotning nomi, rangi ko'rib turibsiz bor ekan, grün. Materiali shishadan, menga miqdori soni tushib qopti, price esa aniq narxi 220 euro. Demak, yashil rangdagi soatimiz mana bittagina o'zi. Shuning uchun Bestellnummerga mana bu yerda yozib qo'ygan zakaz raqami yoki buyurtma raqami 08245. Shu yoziladi. Produkt nomiga mana katta qilib Wanduhr digital, ya'ni elektron soat. Yashilligi yozilgan, shishadanligi endi 220 euro ekan, bu yerda 110 euro, demak miqdoriga 2 ta deb yozib qo'ysak bo'ldi. Demak, bugungi kunda buni bizda ham o'zimizda buyurtma qilishni hamma biladi. Welche Uhr möchten Sie bestellen? Qaysi soatni siz buyurtma qilishni xohlaysiz? Demak, buyurtmani davom ettiring va o'zingizda shaxsiy ma'lumotlaringizni kiriting. Demak, tepadagi narsalarni tushuntirib o'tdim, nimalar kiritish kerakligi. Buyurtma qilayotgan paytingizda quyidagi bo'shliqlarni ham to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Persönliche Angaben degani shaxsiy ma'lumotlaringiz. Demak, Andreyda murojaat shakli, siz erkakmi, ayolmi? Shu yerga siz X belgisini qo'yishingiz kerak. Demak, ayol kishi bo'lsangiz Frauga, erkak kishi bo'lsangiz Herrga crest qo'yasiz, ya'ni X belgisini. Vorname, demak bu yerda sizning ismingiz yoziladi. Name esa familiya, email, demak elektron manzilingiz, Geburtsdatum sana, oy va yil ketma-ketligida. Meine Adresse, mening manzilim, ko'changiz va uy raqamingiz yoziladi. Masalan, agar universitet manzilini oladigan bo'lsak, Universitetstrasse 2, universitet ko'chasi 2. Postleitzahl Ort, ya'ni pochta indeksi va joy. Misol uchun 100, 140, 100, 140 Toshkent deb qo'ysak. Land,
mamlakat, telefon raqam, faks bugungi kunda foydalanilmayapti. Mana shunday kiritishingiz mumkin. Bugungi darsimizda siz bilan grammatikadan nimalarni o'rgandik? Nonig' artikellarimiz ayn, ayni, aynni o'rgandik va ularni inkor qiluvchi so'zlarimiz kayn va kayni, ya'ni hech qanaqa degan so'zlarni o'rgandik. Masalan, ayn Schlüssel muzkurotda bitta kalit bo'ladigan bo'lsa, kein Schlüssel hech qanaqa kalit degan ma'noni bildiradi. Ein Buch bir kitob, kein Buch esa hech qanday kitob. Eine Brille bir ko'zoynak, keine Brille hech qanaqa ko'zoynak deb inkor qilishni o'rgandik. Kommunikatsion muloqotda nimalarni o'rgandik? Nach Wörtern fragen, Wörter nennen. So'zlarni so'rashni va ularni nomlashni. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Kechirasiz, buni nemis tilida qanday bo'ladi? Wie schreibt man? Qanday yoziladi? Das ist eine deb turib biron bir predmetni aytishingiz mumkin. Wiederholung bitten. Takrorlab yuborishni iltimos qilishda quyidagi so'zlardan foydalanamiz. Noch einmal bitte. Yana bir marta iltimos. Wie bitte? Nima dedingiz? Sich bedanken und darauf reagieren. Minnatdorchilik bildirish va unga munosabat ko'rsatish. Danke, rahmat. Bitte schön, marhamat. Bitte, marhamat. Gern, bajonidil. Kein Problem, muammo yo'q. Ein Gegenstand beschreiben. Biror narsa buyumni tasvirlash. Die Brille ist aus Kunststoff. Ko'zoynak plastikdan. Die Brille ist rund. Ko'zoynak dumaloq. Eckig, to'rtburchak. Rot, qizil. Braun, jigarrang. Und modern va zamonaviy. Bugungi shular. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. E'tiboringiz uchun rahmat.